Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dubaydagi ommaviy mushtlashuvda qatnashgan O'zbekistonning 6 nafar fuqarosiga o'lim jazosi hukm qilindi. Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahrida 2025-yilning aprel oyida O'zbekiston fuqarolari ishtirokida ro'y bergan ommaviy janjal yuzasidan sud hukmi e'lon qilindi. 22 yanvar kuni bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida sudlanuvchilarning 6 nafariga o'lim jazosi, yana bir nafariga esa umrbod qamoq jazosi tayinlangan. Hindiston va Bangladeshdan Rossiyaga rekord darajada migrantlar keldi. Rossiya hukumati 2025-yilda Hindiston va Bangladesh fuqarolariga so'nggi 9 yil ichida rekord miqdordagi ishlash uchun ruxsatnoma berdi. 2030-yilga borib Rossiyada ishchi kuchi tanqisligi 3 milliondan oshishi prognoz qilinmoqda. Ma'lum qilishicha, Rossiya ishlash uchun 56 ming nafar hindistonlik fuqaroni taklif qilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Zelenskiyga Eron Ukrainaga o'xshab chetdan yordam so'ramasligini ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar rahbari Zelenskiyning Tehronga qarshi tajovuzkor chaqirig'iga shunday javob qaytardi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga murojaat qilib, mamlakati Ukraina kabi xorijiy harbiy yordamlarga muhtoj emasligini va o'zi uchun o'zi harakat qila olishini aytgan. Ukraina qo'shinlari Donbassni tark etishi kerak. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina harbiylarining Donbass hududidan chiqib ketishi Rossiyaning muhim shartlari ekanligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva qayta boshlanadigan Moskva muzokaralari tafsilotini oshkor etilishini maqsadga muvofiq deb hisoblayman deydi. AQSh Grenlandiyaga amalda muddatsiz egalik qilish huquqini qo'lga kiritadi. Trampning so'zlariga ko'ra, taxminan 2 haftadan so'ng Daniya taklif etayotgan bitim shartlari uni qoniqtiradimi yoki yo'qligini ma'lum qiladi. Shu bilan birga AQSh vitse-prezidenti Vashington orolni himoya qilib kelayotganini eslatib, shu sababli Grenlandiya resurslariga egalik qilishga haqli ekanligini ta'kidlagan.